Hey! Yema o'sha do'kani. Pissa shu o'lgur-ya. Hamma yeyapti-yu, dada. O'zi hozir ayron ichdi. Do'chadan keyin hojatxonaga admin bo'lasan. Dada, ana mashinangizni mindim-da. Ne streshga chiqib qopman. Ne mashina ban pishdi mashina. Sen bola yomon zarar ko'randa bo'lsanda. Mashina qani? Metalonga topshirib yubordim. Asablaringiz joyiga kelgandan keyin kelaman. Dada benzinga o'tiribman, benzinga. Benzin to'kilib ketgan ekan. Maytakka kiyadigan shunim. Shu bolamni oxiri o'liksa qo'yaveraman-da. Molxonada benzin bor! Dada hojatga kirib, yigitni bitta yoqdim. Haligi benzin bor edi-yu, yo'li ketib qoldi. Zarar ko'randa jonimga tegding. Bor yo'qol. Odam bo'lganingda qaytib kelasan, mol. Men sizga ham ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa odam bo'lib kelishimni ko'rasiz, vaqt ko'rsatadi. 10 ta qo'y yonib ketdi. Dalada deb o'ylayapti. Kimi? Pajharnidan keldik. Molxonangiz yonayotgan ekan. Yo'qol-ey. Tushuntirish xati yozib bersam bo'lmaydimi, dada? Molxonangizda gaz balloni ham bormidi? To'roningdan qo'y yag'la, soat 3 bo'lyapti, nahorga oshgul yemaymiz. O'zi 2da uxladik-ku, dada. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Qizing turdimi? Ha, 2da salonga ketdi. 8da qaytadi. Yo'nbay, 8 gacha bo'yanar ekanmi? Qulog'imni sochim bilan bekitib yurganman-da, bugun to'yim, endi nima qilaman? Xotiramay, Salim. Men professional bo'lib ketganman. Qulog'ingizda super kala bilan yopishtirib qo'yamiz. Hamma shu strela choyxonachi bo'lgan. Aytda chollarga osh kirganda qoshiq kirmagan. Tezlash qo'y yag'la. Ha, dadasi chaqirdingizmi? Men senga necha marta aytganman, ukangni skladga qo'ymaylik deb. Etta bilan ichib olibdi. To'la qulluq bo'lsin. Rahmat, rahmat. Amin. Avullama. Borgan joyingda toshdek qol qizim. Qo'shganing bilan qo'sha qariga. Nima bo'ldi? Super kley qo'yib bordi.